Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir sizlarga arra o'tkirlashni o'rgatamiz. Arra o'tkirlash o'zi qiyin emas, oson. Osonu, lekin bir ikkita sirlari bor. Mana arrani o'tkirlayotganda arrani tishiga bunday qarash kerak. Aralayotganda bir xillarga to'xtab qoladi-yu, ana shu to'xtab qolganda bitta tishi yo qiyshayib qolgan bo'ladi, yo o'skanroq bo'lib qolgan bo'ladi. O'tkirlaverib nima qilaversa. Bir nima tegan bo'lsa, qiyshayib qolgan bo'lsa, aralaganda arra to'xtab qolaveradi. O'shani bunday qarab turib qiyshog'ini to'g'rilab olish kerak. Keyin arrani tishi o'tkirlaversa, ishlataversa, bir tomoni baland, bir tomoni past bo'lib qoladi. O'shani mana qay nimada bo'lsa, mana bunaqa katta nima bo'lsa, shunda bunday bir xil qilib olinadi. Agar o'sgan bo'lsa, shunaqa ish qilib yuborilsa, bir xil bo'lib qoladi tishi. Keyin o'tkirlanaveradi. Keyin o'tkirlayotganda bizda o'zbekning chaparastasi deydilar, orasi sal ochiq bo'lishi kerak. Tishlarning orasi bittasi baqab, bittasi baqab ketgan bo'lishi kerak. Keyin o'tkirlashda bittasini o'tkirlaymizda, bittasini tashlaymiz, bittasini o'tkirlab, bittasini tashlaymiz, unisini keyin nari tomondan o'tkirlaymiz. Ana shu o'tkirlashlarni o'rgatamiz. Keyin yana bir xilla buni zanglab eski nima bo'lsa, ko'pchilik yog'laydi. Yog'lamas kerak. Yog'lasa yana apilga yopishib, chang yopishib yana zanglayveradi. O'shaning uchun buni najdaylab, mayin najday bo'lsa, mayin najdayda najdaylansa yaltirab qoladi. Hozir o'tkirlashni o'rgatamiz. Keyin yana o'tkirlashda bunday qilib to'g'ri solmasdan turib, sal arrani qiyshaytirsa, uchi zo'r o'tkir bo'lib chiqadi. Mana shunday qilib o'tkirlanaveradi. Keyin o'tkirlashda ilgarigi nimamiz ham yozganmiz. Mana bu diskki 1.6ligi bo'lsa, 1.6ligi bo'lsa, mana buni orasini juda ochib yormaydi. 1.6lik diskda o'tkirlash kerak. Keyin yana bittasi endi bunaqa stanok, endi hali uzoq joyda ishlayotganlar bunaqa stanok yo'q. Bunaqa bolgarka bo'ladi. Bunaqa bolgarka. Shilib mashinka deydi, bolgarka. Shunda o'tkirlasa ham bo'ladi. Bunda ham skorsi bo'lsa, skorsini pastroq nimaga qo'yib olib turib, pastroq aylanaydiganga qo'yib olib turib, mana bunaqa bolgarkada o'tkirlasa ham bo'laveradi, charxstonoyda o'tkirlasa ham bo'laveradi. O'tkirlashda yana aytsam ham bittasi o'tkirlanadi, bittasini bu tomondan o'tkirlaymiz. Bitta cheres tashab o'tkirlanaveradi. Hozir o'tkirlab, aralab yana bir ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, mana arramizni o'tkirlab oldik. Endi kommentariyaga yozibdilar, egoda o'tkirlagan yaxshimi, yo stanoydami debdilar. Egoda o'tkirlagan yaxshi baribir. Egoda o'tkirlagan yaxshi, endi egoga baribir hech qaysimiz sabr qilmaymiz. O'sha stanoyda o'tkirlagan osonroq, o'sha stanoyda o'tkirlaymiz. Hozir aralab ko'rsatamiz. Mana aralayotganda arrani sekin ishlatamiz. Mana qattiqroq material qo'yib oldik-da, batga endi sasna yumshoq material qo'yib, qattiqroq material qo'ydik. Mana aralashda mana sekin aralab ko'ramiz. Sekin aralab ko'rganda, masalan, mana bu to'xtab qolayotgan bo'lsa, arra nosoz bo'ladi. To'xtab qolsa mabodo. Sekin aralab ko'rsa, mana bu soz bu endi mana. To'xtamay aralaveradi. To'xtab qolmaydi. Agar nosoz bo'lsa, arra qattiq to'xtab qoladi. To'xtab qolganda bunday olib turib, qattiq to'xtab qolayotgan bo'lsa, o'sha timday ko'rish kerak, e'tibor berib. O'sha tishiga o'sgan bo'lib qolgan bo'ladi, yo qiyshayib qolgan bo'lsa bo'ladi, qiyshayib qolgan bo'lsa to'g'rilab olasizlar, o'sgan bo'lsa sal yegizib tashlaysizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hozir yana bitta aralab ko'rsatamiz. Operatorimiz yaqindan oling. Mana qattiq materiallar ilyapman. aralashlari sog' mana.
Mana qattiq materialli. Keyin mana aralagandan keyin mana yaqinda yog'och ko'rsating. Mana aralangan yuzani ham ko'rish kerak edi, aralangan joyi. Aralangan joyda bir xil joyini o'yib olayotgan bo'lsa, demak arra nosoz bo'ladi. Hozir mana bunda tekis chiqqan. Tekis chiqqan, demak arramiz soz. Arraga nosoz bo'lib aralaganda mana buni bir joyini o'yib, bir joyi nima bo'lib, mana yo'l bo'lib qoladi. Hozir buni toza araladi. Demak arramiz soz. Hurmatli obunachi, yana bitta narsani aytish yoddan ko'tarilib qolibdi. Mana aralaganda yog'ochchi. Majburlamasdan aralaymiz-ku. Majburlamasdan aralagandan keyin aralangan joyi ko'ramiz. Demak, to'g'ri aralayaptimi, arra soz bo'ladi. Agar bu tomonga og'ib ketayotgan bo'lsa, arra nosoz bo'ladi. Hozir shuni ham aralab ko'rsatamiz. To'g'ri, noto'g'riligini hozir operator ko'rsatadi. Mana aralayapmiz. Mana aralab ko'rsatdik. Endi operator yonidan ko'rsatasiz. Mana aralanganda to'g'ri araladi, demak to'g'ri araladi, demak to'g'ri. Arramiz soz. Agar nosoz bo'lganda yog'ochchi yo o'ngga qarab yo chapga qarab ketib qoladi arra. Hozir mana o'ngga ham chapga ham ketdi, to'g'ri aralagan, demak arramiz soz. E'tiborlaringiz rahmat. Like bosishni unutmanglar.